Mana bugun 2025-yil 3-dekabr kuni soat 18:35 ya'ni 6:35 o'tgan haftaning chorshanba kuni mana xo'rozlar betanalari nasib bo'lsa mana hozir beramiz. Har kunlik shunday bo'ladi. Ertalab tuxumni oqini ayrimlariga, beskamlariga sarig'i bilan birgalikda beramiz. O'sha beskamlarga buni sarig'ini, bo'ynaga semir olganlarni tuxumini sarig'ini bu semirish kerak bo'lganligi nima qilamiz? Misol uchun mana bu qizil o'ngach. Mana shuncha 5 kilolik xo'rozlarga shunday beriladi. Mana mayiz 20-25 donadan mayiz. Mana o'zi yeydiganlarga mayroq qilib beramiz. Mayiz bilan olmasini hammasi yeydi. Shuning uchun mayda to'g'rilgan go'shtni bitta ikkita beramiz, yeb ko'radi, bo'lmasa keyin qo'l bilan beramiz. Shuning uchun shunday qilingan. Mana har kunlik rejim. Mana nasib bo'lsa mana xudo xolasa mana berib boshlaymiz. Mana quruq so'z qanotini qo'yib mana nasib bo'lsa mana shu mana xo'roz mana idishinicha mana qumlari ham bor. Mana makkasini bergan, ertalab aralashma beriladi. Ertalab hozir makkadan bir to'ydiraman, ochib turadi-ku. Makkada ertalab tuxumini yegandan keyin chesnoga beriladi, keyin aralashma beriladi. Ertalab ketishini olishga. Hozir mana buni solamiz. Nasib bo'lsa. Olmani kiyini bilan yotiraman. Go'sht ustirog'iga tushsa, birinchi asli go'sht yegani yaxshi bizga. Mana go'sht yegani yaxshi. Mana birlashadi. Nasib bo'lsa. Mana ketdi. Mana ish. Mana nasib bo'lsa ishi boshlandi. Asosini yo'radi. Mana endi 5 tayda, mana yana birsini 10 ta taxlaymiz. Hozir 5 ta 5 tarilka 5 tada, mana bo'shadi. Endi mana bunisini olib, mana buni tovoqqa kattaroq tashlayveramiz. Mana nasib bo'lsa, mana buniki ham xuddi shunday. Bitta olma, bitta nima? Yura hozir yoriqqa nima qilyapti? Fanari borku telefonda. Mana. Olma, mana go'sht hazm qiladi. Ba'zi bu kiyiradi. Mana bu ham solyapti. Endi mana qolgan olmalarni berib chiqaman. Olma bilan hozir mayizini tashlaymiz. Yeydi. Mana ko'rsatib o'taman. Misol hozir. Go'sht o'zini mayiz olma bo'lmalari. Shokolad o'zida spanari bor-da. Shunday rejimda qaraymiz mana. Bu bor. Bu
Masalcha mana shuni davom etyapti. Mana o'zgarli bo'ldi go'shtlar. Mana. Go'shtlarni nimalarni deyapmiz. Nasib bo'lsa hozir mana to'nka bor. To'nkaga beramiz mana. Mana to'nka. Mana to'nkani mana ichkariga olasiz. Mana bu yerda litrcha bor. Bu xo'roz, 10 ta xo'rozda ana boqilayotgan. Mana uchtasini berdik. Nasib bo'lsa ikkita qoldi. Beraveramiz shunga. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.